Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarim, yurtdoshlarim, yaxshimisizlar? Eson-omonmisizlar? Ro'za oylari charchamasdan o'ynab kulib, sog'-salomat o'ynab kulib yuribsizlarmi? Oilalaringiz tinchmi? Mana bugun bitta promo efir qilyapman. Like'ni bosib, obunani bosib qo'yingizlar. Qo'llab qo'yingizlar. Bitta like, bitta obuna. Qo'llaringiz dard ko'rmasin obuna bo'lganlar. Bugun Samarqand viloyatimizning Nurobod tumanida katta o'g'rilar qo'lga tushdi. Mana ro'za oyida. Shuni aytmoqchi edimki, mana bu Xudoning borligi, Xudoning mana shu ro'za oyida haqni, nohaqni ajratadigan vaqtda mana o'zi chiqdi, mana o'g'rilar qo'lga tushdi. Boyding ham, kambag'alning ham iyini kiydirib bergan shunday nankor o'g'rilar qo'lga tushdi. Ularda dastidan qancha odamlar gumon shubhaga, azobga qolgan, nasaqqa qolgan. Mana shu o'g'rilar chiqdi. Mana shunday nasaqqa qolgan odamlarning yuzi yorug' bo'ldi. Endi masalan men o'zimning ham, o'zim ham mana shu gumonga tushganman. Mana shu o'g'rilar qo'lga tushgani uchun meni mana yuragimdagini yorib, mana shu YouTube kanalimga qo'yyapman mana shu videoni. Katta o'g'rilar, ko'pchiliklar, 100 talab, 200 talab qo'y o'g'irlagan, mol o'g'irlagan, buzovli siyirlarni o'g'irlagan, yem berib boqib yotibdi barini. Bir podvalda boqib, buzovli siyirlar, bolasi bor siyir, sog'imli siyirlarni yem berib boqib yotibdi. Mana menda videosi bor. Meni qo'limda o'g'rilar g'ilam bir jiyanimizning, g'ilam jiyanimizning ham qo'yi 19 ta qo'yi o'g'irlanuvdi. Mana shu 19 ta qo'yi chiqdi meniki. Topildi. Boshqa o'g'irliklar ham topildi mana. Mana shu ro'za oyida aniq bo'ldi. Endi nima desam bo'ladi bu? Ro'za oyida chiqqanligi yaxshi bo'ldi. Odamlarning gumon shubhalarning gumonda qolgan, shubhada qolgan odamlarning yuzi yorug' bo'ldi. Mening ham yuzim yorug' bo'ldi odamlarning oldida. Mendan ham gumon qiluvdi, shubha qiluvdi. Ko'pchilik gumon qildi, shubha qildi. Qichqirim besar yergan odamlarni aparib tiqdi, gumon qildi. Besar yermas kerak qichqirin. Uyda o'tirish kerak, bola chaqani oldida. Ishlash kerak. Xudoga shukr, mana halol ishlaymiz. Mehnat qilamiz, mehnatimiz orqasidan topgan pulimizni shu bola chaqamizga yediramiz. Ko'p pulda daromad nima deydi? Baraka ko'p puldami, kam puldami deydi-ku, shunday adashib qoldim, uzr. Kam bo'lsa ham barakasini bersin. Og'aynilar. Kam topib tursak ham shu ro'zg'orimizga halol yedirib, ichirib ro'zg'or qilib turibmiz, bola chaqamizni yedirib, ichirib. Kam katigini yamab turibmiz deydi. Yarimta nonim, rohati jonim deydi-ku, shunday. Kam bo'lsa ham shu yarimta non topsak ham shuni bola chaqamiz bilan bo'lishib, uyda tinch, omon o'tiribmiz-da mana. Boshqa nima deymiz endi mana. O'g'irlarning ham Xudo insofini bersin. Jazosini Xudo beradi, banda emas. Jazosini oladi. Xudoning bir nima degani bor-da. Telefonimga telefon bo'lib qoldi. Shunday. Mana shunday yangiliklar. Mana YouTube kanalimiz bor. Shu YouTube kanalimizni rivoji uchun bitta obunani bosib, bitta like'ni bosib qo'yingizlar. Unutmangizlar, like bilan obunani tarqatib qo'ying. Qo'lingiz dard ko'rmasin mana shu obunani bosib. Haq bo'lsangiz, halol inson bo'lsangiz,
Abunani bosing, like'ni bosing. Men haqman, men siz tomondanman. Rost gapirdingiz deganlar bo'lsa, halol, to'g'ri so'zli odamlar bo'lsa, like'ni bosing, abunani bosing. Bosgan bo'lsalaringiz katta rahmat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. YouTube bo'yicha yana bir ikki oz gapirmoqchiman-da. YouTube kanalim bor mening. Hamma internetda YouTubedan daromadni topishni xohlaysizmi deydi-da. Kim bo'lsa, mana shu YouTuberlar. O'zbekistonda 25 mingta YouTuber bor ekan. Shuni 1000 ta YouTuber eng katta YouTuberlar, professional YouTuberlar ekan. To'g'ri, YouTube orqasida zo'r daromad bor. Instagram, Facebook, TikTokdan qaraganda YouTube zo'r to'laydi. Amerika to'laydi dollarda. Kanalda YouTuberlar masalan YouTube'ga video qo'yyapti. Menga obunani bo'ling, keling o'rgatamiz, 3 millionga, 6 millionga o'rgatamiz deyapti. O'zingiz ham ochsangiz bo'ladi. Lekin sal adashib qo'yishingiz mumkin-da. YouTube'da ikkita nima bor? Kanal ochsangiz YouTube'dan daromad qilaman deb YouTube'ning nimasiga yozib qo'ydi qonun qoidasini. Shuna kanalingizda любой odamning telefonida YouTube bor. Shunday kirasiz. Shuna sinchiklab tekshirsangiz YouTube'ning pasiga daromad topishni xohlaysizmi, istaysizmi deb yozib qo'yib. Shuna sinchiklasangiz qonun qoidalarini yozib qo'yibdi. Amerikanskiy kanal deydi. O'zi hammasi bitta kanal, bittasi hammasi ham bitta YouTube. Lekin uni yo'nalishi bor ekanda, yo'nalishlari. Amerika YouTube deydi-ku, Amerika YouTube. U Amerika YouTube degani Amerika yo'nalishda gapirmaysiz, video qilasiz. Amerika yo'nalishiga. Bir ikkita knopkasini to'g'ri bosishda o'rganib olsangiz bo'ldi. Boshqa hech qanday qiyinchiligi yo'q. YouTube orqasidan pul topsa bo'ladi, kanal ochsa bo'ladi. Ayollarim, erkaklarim. Oson. YouTube'dan pul topish juda oson. Faqat telefonda knopkasini bosishni bilsangiz bo'ldi. Realni video, o'zingiz video qilasiz. Yurganda video qiling, o'tirganda video qiling. Videoni qilsangiz ketaveradi. Prosmotr olsa bo'ldi. Monetizatsiyaga olaysiz, daromadga o'tasiz. Shartlari bor, shartlarini bajarasiz. 1000 ta obunachi, 4000 soat, 10 million ko'rilish. Tamam, shu ketdi. Ya pasportingiz bilan yashash manzilingizni berasiz. Adresni berasiz. Shu sizning adresingizga 6 ta kod keladi. Shu 6 ta kodni ochasiz. Daromadga o'tasiz. Har bir qo'ygan videongiz kuniga $30, $40 pul tushib turadi har bitta qo'ygan videongizdan. Bir kunda $20 tushib tursin, 10 kunda $200. 20 kunda bir oyda $600 tushib turadi kanalingizga. Daromad topish oson. Agar YouTube'dan daromad qilmoqchi bo'lsalaringiz, kanal ochmoqchi bo'lsalaringiz, kommentariyada yozing. Men xohlayman deb yozing. O'rgataman. Menga bir so'm pulingiz kerak emas menga. Bepul. Ko'p odamlar bepuliga ishonmaydi-da, pulisiga o'tib ketadi. 3 millionga o'rgatyapti, kanal ochishdi. Uni o'zingiz ham ochsangiz bo'ladi. Mana men o'zim ochdim. Amerikanskiy kanal deydimi? Shu amerikanskiy kanal. Meniki ham o'zbekcha, ham inglizcha ikki turda ketyapti. 4 ta kanalim bor. 4 ta kanalim. Hozir kanalimda bittasini 4 tani ham ko'rsataman hozir. Men telefonim bermirdi. Xo'p. Mana. Yorug' bo'lib qoldimi endi? Qaray turaymi? Mana endi ko'rindi, qaray turdim. Mana YouTube'ga kiramiz. Mana nazarni bosamiz. Mana YouTube.
YouTube'ga kiramiz mana. Mana meni kanalim. Mana. O'lja Abriyev degan kanalim meniki. Agar buni nima qilaman desangiz, bunda 4 ta kanalim bor mening. Bepul ochganman. Menga ham o'rgataman degish ko'p bo'lgan. Murojaat qilganman. Telegramini ochib kirganman. Amerikanskiy kanal, men ham YouTube'dan daromad qilaman deb, amerikanskiy kanal ochib daromad qilaman deb YouTube blogerlarga yozganman, telefon qilganman. Bari pul degan, pul. Birov 3 million, birov 2,5 million, birov 2 million kursini sotaman degan. 2 yil bo'ldi shug'ullangan. 2004 boshladim kanalni ochishni. Rasa youtuberlar bilan gaplashdim. Bari pul dedi. Oxiri o'zim o'rganib chiqdim. O'zi o'rgansa bo'lar ekan, YouTube'dan qonun qoidasida hammasi ko'rsatilgan ekan. Biz bilmaganmiz-da. Tushunmaganmiz. Mana endi tushundik. Kanal ochdik, amerikanskiy kanal qilib ochdik. Yo'nalish bo'yicha, qanday yo'nalish bo'yicha bildik. 4 ta kanalim 4 ta yo'nalishda hozir. Agar kanal ochmoqchi bo'lsangiz, kommentariyamga men xohlayman deb yozing. Men sizga qanday nima bo'lishda o'rgataman. Kommentariyada yozing. Obunani bosing, like'ni bosing, kommentariyada men xohlayman deb yozing. Amerikanskiy kanal ochishni o'rgataman. Bepulga o'rgataman. Bo'pti, obunachilarim, obuna bo'lib qo'yingizlar. Yangi kirganlar ham obunani bosib qo'ying, like'ni bosib qo'ying, ko'proq tarqalsin. Amonda bo'lingizlar. Xayr, kutaman.